Ushbu 50 talik Vadan agregator Royal brendidagi teshilib qolgan ekan. Teshilgan joyini topdik. Shu mana shu qismidan yaqinlashinglar. Mana shu qismidan teshilib qoldi. Hozir buni ochamiz. Bir yo'la Vadan agregatorni testa qilib tozalaymiz. Ochamiz, ochib bo'lmayapti. Olasi, necha yil bo'ldi? Bir 7-8 yil bo'lgan ushbu Vadan agregatorga. Mana holati. Anodni shamlari yeb ketgan, zanglab ketgan. Tozalab, chista qilib beramiz.